Assalomu alaykum barchaga. Bugun ona tili o'qitish metodikasidan 500 ta savolga 500 ta javoblarni o'qib eshittiraman. Ona tili o'qitish metodikasi birinchi savol. Boshlang'ich sinflar ona tili kursining dasturlarini, ta'lim mazmunini belgilab beradi. O'quvchilar uchun darsliklar va qo'llanmalar yaratib, ularni takomillashtirib, samaradorligi va muvofiqligini doimiy nazorat qilib boradi. Qanday savolga javob beradi? Javob nimani o'qitish kerak savoliga javob beradi. Ikkinchi savol. O'qitish metodlari, tamoyillari, usullari, dars va uning turlarini, o'quvchilar amaliy ishlari, mashqlar, yozma ishlarning izchil tizimini ishlab chiqadi. Qanday savolga javob beradi? Javob qanday o'qitish kerak savoliga javob tayyorlab beradi. Uchinchi savol. O'quvchilarga ona tilidan bilim berish va ko'nikma hosil qilishda ilmiy nuqtai nazardan eng foydali shart-sharoitlar haqida masalalarni hal qiladi. Qanday savolga javob beradi? Javob nega xuddi mana shunday o'qitish kerak savoliga javob tayyorlaydi. To'rtinchi savol. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi fani qaysi bo'limlarni o'z ichiga oladi? Javob. Birinchisi savod o'rgatish metodikasi. Ikkinchisi o'qish metodikasi. Uchinchisi grammatika, fonetika, so'z yasalishini o'rganish metodikasi. To'rtinchisi nutq o'stirish metodikasi. Beshinchi savol. Ona tili metodikasi ta'lim tizimining qaysi bosqichlarida ona tilini o'qitishning izchillik va uzluksizligini ta'minlaydi? Javob. Ta'lim tizimini barcha bosqichlarida. Oltinchi savol. Ona tili o'qitish metodikasining metodologik asosi nima? Javob borliqni bilish nazariyasidir. Yettinchi savol. Ona tili o'qitish metodikasi o'zbek tilining ma'lum qismini nazariy egallashni nazarda tutadi. Qaysi fanlar ona tili metodikasining muhim asosi hisoblanadi? Javob. Fonetika va fonologiya, leksikologiya va frazeologiya, so'z yasalishi va etimologiya, grammatika, morfologiya va sintaksis, stilistika, shuningdek orfoepiya, grafika, orfografiya kabi fanlar ona tili metodikasining muhim asosi hisoblanadi. 8-chi savol. O'qish metodikasi qaysi fanga asoslanadi? Javob. O'qish metodikasi adabiyot nazariyasiga asoslanadi. Chunki o'quvchilar badiiy asarni amaliy tarzda tahlil qiladilar. Ularga adabiyotshunoslikdan nazariy ma'lumot berilmaydi, ammo metodika adabiy asarning yaratilish qonuniyatlarini, ularning o'quvchilarga ta'sirini, ayniqsa adabiyotshunoslikka oid mavzulardan asarning g'oyaviy mazmunini, uning mavzusi va syujeti, kompozitsiyasi, janri, tasviriy vositalarini hisobga olish zarur. 9-chi savol.
Ona tili o'qitish tamoyillari qaysilar? Javob. Birinchisi, til materialiga nutq organlarining o'sishiga, nutq malakalarining to'g'ri rivojlanishiga e'tibor berish tamoyili. Ikkinchisi, til ma'nolarini leksik, grammatik, morfemik, sintaktik ma'nolarini tushunish tamoyili. Uchinchisi, tilga sezgirlikni o'stirish tamoyili. To'rtinchisi, nutqning ifodaliligiga baho berish tamoyili. Beshinchisi, og'zaki nutqni yozma nutqdan oldin o'zlashtirish tamoyili. 10-savol. Tekshirish metodlari necha xil? Javob 2 xil. Birinchisi nazariy tekshirish metodlari, ikkinchisi empirik metod, tajribaga asoslangan metod. 11-savol. Eksperiment vazifasiga ko'ra quyidagi hollarda o'tkaziladi. Javob. Birinchisi, yangi metod yangi darslikning muvofiqligini tekshirishda. Ikkinchisi, metod yoki qo'llanmaning qay darajada foydaliligini tekshirishda. Uchinchisi, metod yoki qo'llanmaning muvofiqligini va samaradorligini aniqlashda. 12-savol. 20-asrning nechanchi yillarida maktabni rivojlantirishda juda jiddiy xatolarga yo'l qo'yildi? Javob. 20-asrning 20-yillarida maktabni rivojlantirishda juda jiddiy xatolarga yo'l qo'yildi. 13-savol. O'tgan asrning qaysi yillari mobaynida boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi sohasida qanday qo'llanmalar yaratildi? Javob. O'tgan asrning 50-70 yillari mobaynida boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi sohasida anchagina qo'llanmalar yaratildi. 14-savol. Nechanchi yildan boshlab pedagogika institutlari qoshida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari tayyorlaydigan fakultetlar ochila boshlandi? Javob. 1955-yildan boshlab pedagogika institutlari qoshida boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari tayyorlaydigan fakultetlar ochila boshlandi. 15-savol. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 13-maydagi O'zbekiston Respublikasida umumiy o'rta ta'limni tashkil etish to'g'risidagi 203-sonli qarorida umumiy o'rta ta'lim necha bosqichdan iborat qilib belgilandi? Javob. 2 bosqichdan iborat. Birinchisi boshlang'ich ta'lim, ikkinchisi umumiy o'rta ta'lim. 16-savol. U quyidagi hollarda tatbiq etiladi. Biror hodisaning metodik asosini, unga bog'liq boshqa fanlarni o'rganish, qo'yilgan gipotezani asoslash, izlanishning asosiy yo'nalishini belgilashda. Savol gap qanday metod haqida? Javob nazariy tekshirish metodi. 17-savol.
Bu metod tajribaga asoslangan metod. Bu metod quyidagi maqsadlarda qo'llaniladi. Bu metod o'quvchilarning ish tajribasini o'rganish, yangiliklarni umumlashtirish, baholash va ommalashtirish, o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatining darajasini aniqlash. Savol: gap qanday metod haqida? Javob: empirik tekshirish metodi haqida. 18-savol. Quyidagi vazifalar qaysi metodga taalluqli? A. Ilg'or o'qituvchilar ish tajribasini umumlashtirishda. Buning uchun ilg'or o'qituvchilarning ish tajribalari o'rganiladi, tahlil qilinadi, eng foydali jihatlari aniqlanadi va umumlashtiriladi. B. Bu metodika fani nazariy xulosalarning to'g'riligini tekshirishda asosiy mezon bo'lib xizmat qiladi. Bu fanni yangiliklar bilan boyitib boradi. C. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi sohasidagi meros va yangiliklarni o'rganishda ta'lim berishning u yoki bu usullari va vositalarining foydali ekanini tekshirishda. D. Ona tilidan o'quvchilarning o'qishlari, yozuvi, mustaqil va ijodiy ishlari ustidan kuzatish olib borishda o'quvchilar ijodiy faoliyatining natijalarini og'zaki, qayta hikoyalash, yozma ish kabi usullar yordamida tahlil qilishda. Javob: empirik tekshirish metodida. 19-savol. Ajoyib o'qituvchi bo'lgan ona tili bolalarga ko'p narsani o'rgatadi. Bola 2-3 yil ichida shuncha ko'p narsani o'rganadiki, ko'p narsa bilib oladiki, 20 yil qunt bilan metodik jihatdan juda to'g'ri o'qiganida ham uning yarmigacha o'rgana olmaydi. Ona tilining ulug' pedagogligi ham ana shundadir, deydi u. Javob: K.D. Oshinsky. 20-savol. Nima muhim tarbiya vositasidir? Javob: til. 21-savol. Quyida nimaga ta'rif berilgan? U davlat hujjati bo'lib, unda o'quv predmetining mazmunini va hajmini, shuningdek shu predmetdan bilim, ko'nikma va malakalar darajasiga qo'yilgan asosiy talablar belgilangan bo'ladi. O'qituvchi va o'quvchilar uning talablari asosida ish olib boradilar. Javob: dastur. 22-savol. Boshlang'ich sinflarning ona tili dasturi necha qismdan iborat? Javob: 2 qismdan. Birinchisi tushuntirish xati, ikkinchisi asosiy qism. 23-savol. Boshlang'ich sinflarning ona tili dasturi tushuntirish xatida nimalar berilgan? Javob: ona tili predmetining tutgan o'rni, tilning vazifalari ko'rsatilib, metodik yo'l-yo'riqlar beriladi. 24-savol. Boshlang'ich sinflarning ona tili dasturining asosiy qismi qanday bo'limlardan tashkil topgan? Javob. Birinchi savol. Savod o'rganish va nutq o'stirish. Ikkinchisi sinfdan tashqari o'qish va nutq o'stirish. Uchinchisi fonetika, grammatika, imlo va nutq o'stirish. 25-savol. O'zbek tili yozuvi tovush yozuvi, ya'ni qanday yozuv? Javob: fonematik yozuv. Har bir tovush uchun, har bir fonema uchun maxsus
grafik shakl harf olingan? 26-savol. Qachon lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga muvofiq o'zbek tili yozuvi uchun lotin grafikasi asos qilib olindi? Javob: 1993-yil 2-sentabrda nutqning har bir tovushi uchun unga mos grafik shakl qabul qilindi. 27-savol. Savod o'rgatish qanday metodiga asosan olib boriladi? Javob: analitik-sintetik tovush metodi. 28-savol. Hijo usulida o'qitish necha bosqichda amalga oshirilgan? Javob: 3-bosqichda. Birinchi bosqich. Harflarning nomini yodlatish harfiy metod. Ikkinchi bosqich bo'g'in hosil qilish. Uchinchi bosqich bo'g'inlarni qo'shish. 29-savol. Said Rasul Saidazizovning tovush metodi talabiga muvofiq tuzilgan ona tili alifbisi Ustodu avval nechanchi yil nashr etildi? Javob: 1902-yilda. 30-savol. Ustodu avval necha bo'limdan iborat edi? Javob: 3-bo'limdan iborat. 3 bo'limdan. Birinchi bo'limi hozirgi atama bilan aytganimizda alifbiy davridir. Ikkinchi bo'limi alifbiydan keyingi davr. Uchinchi bo'limi alifboi Qur'on deb atagan va o'z oldiga bolalarga Qur'onni tushunib, o'qishga o'rgatishni maqsad qilib qo'ygan. 31-savol. Savod o'rgatishda tovush harf bilan tanishtirish qanday harflardan boshlanadi? Javob: savod o'rgatishda tovush harf bilan tanishtirish unlilardan boshlanadi. Hozirgi o'zbek tilida 6 ta unli fonema mavjud. A, O, I, U, U. 32-savol. Alifbo davrida undosh tovushlar bilan tanishtirishni qanday tovushlar bilan boshlash maqsadga muvofiqdir? Javob: alifbo davrida undosh tovushlar bilan tanishtirishni sonor, ya'ni ovozdor tovushlar bilan boshlash maqsadga muvofiqdir. Chunki sonor tovushlar bo'g'in va so'z tarkibidan ajratib olish oson. Lekin ng sonor undoshi n va g undosh tovushlari va harflari bilan tanishtirilgach o'rgatiladi. 33-savol. Savod o'rgatish jarayonida harflarning necha xil shakli va ularning ishlatilish o'rni o'rgatiladi? Javob: savod o'rgatish jarayonida harflarning 4 xil bosma, yozma, bosh, kichik shakli va ularning ishlatilish o'rni o'rgatiladi. 34-savol. O'quvchilarni o'qishga o'rgatish nima asosida va qanday olib boriladi? Javob: o'quvchilarni o'qishga o'rgatish bo'g'in asosida olib boriladi. Bo'g'inlab o'qishga o'rgatish uchun so'zni bo'g'inga bo'lish, bo'g'in chegarasini aniqlashni o'rgatish muhim sanaladi. Savod o'rgatish davrida o'quvchilar so'zlarni bo'g'inlarga to'g'ri ajrata olsalar, o'qish ko'nikmasini ham yaxshi egallaydilar.
35-savol. O'qishning dastlabki bosqichida qanday o'qishdan foydalaniladi? Javob: o'qishning dastlabki bosqichida orfografik o'qishdan foydalaniladi. Asta-sekin orfoepik o'qish ko'nikmalari shakllantiriladi. Talaffuzi, yozilishiga mos kelmaydigan tovushlar ishtirok etgan so'zlar oldin orfografik, so'ngra orfoepik o'qib beriladi va ularning o'qilishi bilan yozilishi taqqoslanadi. O'quvchilar muayyan darajada tushunchaga ega bo'lganlaridan so'ng orfoepik o'qish mashq qilinadi. 36-savol. Nima murakkab nutq faoliyati hisoblanadi? Javob: o'qish ham, yozish ham murakkab nutq faoliyati hisoblanadi. Bu jarayonlar kichik yoshdagi o'quvchilardan iroda, aql, hatto jismoniy harakatni ham talab qiladi. 37-savol. Nima imloviy malakani hosil qilishning muhim shartidir? Javob: fonematik eshitish imloviy malakani hosil qilishning muhim shartidir. Shu bois, savod o'rgatish davrida eshitish idrokini o'stirish uchun ham maxsus xilma-xil mashqlar o'tkazib borish maqsadga muvofiqdir. 38-savol. Hijo usulida o'qishga o'rgatishni necha bosqichga bo'lish mumkin? Javob: hijo usulida o'qishga o'rgatishni 3 bosqichga bo'lish mumkin. Birinchi bosqich. Harflarning nomini yodlatish harfiy metod. Ikkinchi bosqich. Bo'g'in hosil qilish. Uchinchi bosqich. Bo'g'inlarni qo'shish. 39-savol. O'zbekcha sinflarida o'zbekcha xat-savod o'rgatish metodi qachondan boshlab isloh qilindi? Javob: Rus-Tuzim maktablarining o'zbekcha sinflarida o'zbekcha xat-savod o'rgatish metodi 1900-yildan boshlab asta-sekin isloh qilindi. Hijo metodidan tovush metodiga o'tildi. 40-savol. Analitik-sintetik tovush tarkib tovush metodiga kim asos solgan va bu metod necha turda o'rganiladi? Javob: analitik-sintetik tovush tarkib tovush metodiga K.D. O'shinskiy asos solgan. Birinchi savol. Savod o'rgatishda analitik-sintetik tovush metodi shaxsni shakllantirish maqsadiga ko'ra ta'limiy va o'stiruvchi xarakterda bo'ladi. Nutqiy mashqlar orqali aqlli o'sishni ta'minlaydi. O'qishning ongli bo'lishini talab etadi. Ikkinchisi, analitik-sintetik tovush metodi tashkiliy tomondan 2 davrga bo'linadi. Birinchisi, alifbigacha tayyorlav davri, ikkinchisi alifbo davri. Bunda yozuvga o'rgatish, o'qishga o'rgatish bilan parallel holda olib boriladi. Uchinchisi, analitik-sintetik tovush metodida psixolingvistik nuqtai nazardan quyidagilarga e'tibor qaratiladi. A. Savod o'rgatish bolalarning jonli nutqiga, ular egallagan nutq malakasiga asoslanadi. B. Savod o'rgatishga tovush asos qilib olinadi. Unda tovushni ajratishga, analiz va sintez qilishga, tovushlar artikulatsiyasiga, bolalarda fonematik eshitishni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi. D. O'qish birligi sifatida
bo'g'in olinadi. Bo'g'in ustida ishlashga katta ahamiyat beriladi. 41-savol. Analitik sintetik tovush tarkib. Tovush metodi shakllanish va tashkil topish jarayonidagi tamoyillari nechta va ular qaysilar? Javob: metodning shakllanish va tashkil topish jarayonidagi tamoyillari quyidagilardir. Birinchisi, ta'lim jarayonini tashkil etish nuqtai nazaridan savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarga differensial va individual yondashish va bu bolaning umumiy rivojlanishi hamda o'qish va yozishga tayyorgarligiga bog'liq. Ikkinchisi, o'qitishning istiqbolli nuqtai nazaridan grammatika, so'z yasalishi, imlo, leksikologiyaga oid bilimlarni nazariysiz amaliy asosda muntazam berib borish. Uchinchisi, psixolingvistik nuqtai nazardan tovush va harfni o'qitishning qulay usulini izlash, tovush va harfning mosligini, osonligini, ta'limning tarbiyaviy va o'stiruvchi xarakterini hisobga olish. 42-savol. Alifbogacha tayyorgarlik davri necha bosqichga bo'linadi? Javob: alifbogacha tayyorgarlik davri o'z navbatida quyidagi 2 bosqichga bo'linadi. Birinchisi, harf o'rganilmaydigan bosqich 1 hafta. Ikkinchisi, o'nli tovush va harf o'rganiladigan bosqich 1 hafta. 43-savol. Alifbo davri qancha davom etadi? Javob: bu davr 31-dekabrgacha davom etib, unda o'quvchilar alifbodagi barcha o'nli va o'ndosh tovush harflar bilan tanishtiriladi. O'ndoshlar osondan qiyinga tamoyili asosida joylashtiriladi. 44-savol. Alifbo davrini o'rganiladigan tovush, harfning va o'quv materialining murakkablilik darajasiga ko'ra 3 bosqichga ajratish mumkin. Javob: birinchisi, o'nli tovush, harflar, ovozdor sirg'aluvchi o'ndoshlar ona, ana, il, in bilan tuzilishdagi so'zlar o'rganiladigan bosqich. Ikkinchisi, artikulatsiyasi qiyin bo'lgan r, k, v kabi o'ndoshlar va yo'lbars, do'st, rasm kabi tuzilishdagi so'zlar o'rganiladigan bosqich. Uchinchisi, o'rganilganlar takrorlanib, harf birikmalari ng, sh, ch ikki tovushni ifodalaydigan j tutuq belgisi va jo'ja, jurnal, jirafa, tong, so'ng, bodring, choynak, shudring va shu kabi so'zlarni o'qishga o'rgatiladigan bosqich. 45-savol. Savod o'rgatish jarayonining oxirida bir darsda nechta so'z yozsa olishlari talab qilinadi? Ya'ni bir darsda nechta so'z yoza olishlari talab qilinadi savod o'rgatish jarayonida? Javob: savod o'rgatish jarayonining oxirida bir darsda agar darsning 3dan 2 qismi yozuvga ajratilsa 20 tagacha so'z yoza olishlari talab qilinadi. 46-savol. Bu yondashishda o'quvchilar guruhlarga bo'linadi. Har bir guruhning saviyasiga va imkoniyatiga mos topshiriqlar beriladi. Bu qanday yondashuv? Javob: differensial yondashuv. 47-savol. O'qishga o'rgatishda nima asos qilib olinadi? Javob: bo'g'in. 48-savol.
Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarining necha qismi o'qishni mashq qilishga ajratilishi lozim? Javob 3 dan 2 qismi. 49-savol. Nima savod o'rgatishning asosi bo'lib xizmat qiladi? Javob: tovush savod o'rgatishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Savod o'rgatish davrida so'z va bo'g'inlarni tovush tomonidan analiz va sintez qilish, tovush va ularning artikulyatsiyasini analiz qilish mashqlari o'tkaziladi. Diksiya ravshan, burroq gapirish ustida ishlanadi. Logopedik ishlar olib boriladi. 50-savol. Quyidagi qaysi mashq turi berilgan? Nutq. Gapdan so'zni ajratish, so'zni aniq talaffuz qilish, bo'g'inlarga bo'lish va bo'g'inlarni aniq talaffuz qilish. So'zdan, bo'g'indan tovushni kuchli talaffuz qilib o'qish. Muayyan tovushni ajratgan holda so'zni bo'g'inlab o'qish. Darsda o'rganiladigan yangi tovushni ajratish. Javob: analiz mashqlari. 51-savol. Quyidagi qaysi mashq turi berilgan? Tovush tomonidan analiz qilingan so'zni yoki bo'g'inni talaffuz qilish va uni kesma harfdan tuzish, yozish, shu so'z yoki bo'g'inni o'qish, o'rganilgan o'ndosh yoki o'nli bilan bo'g'in jadvalini tuzish, bo'g'in jadvalini kitobdan yoki matndan o'qish, kesma harflardan bo'g'in jadvalini tuzish. Javob: sintez mashq turlari. 52-savol. O'quvchi so'zni analiz qilish bilan uni leksik ma'noga ega bo'lgan bir butunlik sifatida anglaydi. Bu nima? Javob: bu sintez. 53-savol. So'z sintez qilinganda uning tovush tarkibida diqqat jalb etiladi. Bu nima? Javob: bu analiz. 54-savol. O'quvchilar nutqini tushunarli, sof, tiniq, jarangdor bo'lishiga erishishdir. Bu qaysi jarayon? Diksiya ustida ishlash. 55-savol. Boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri nima? Javob: boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri o'quvchilar nutqini o'stirishdir. Nutq o'stirish uchun yo'nalishda birinchi so'z ustida ishlash, ikkinchi so'z birikmasi va gap ustida ishlash. Uchinchisi, bog'lanishli nutq ustida ishlash orqali amalga oshirilishi metodik adabiyotlarda qayd etilgan. 56-savol. Diksiya ustida ishlashda qanday mashq turlaridan foydalanish mumkin? Javob: diksiya ustida ishlashda quyidagicha mashq turlaridan foydalanish mumkin. Birinchisi, baland talaffuzni mashq qilish. Ikkinchisi, talaffuz tempini mashq qilish. Uchinchisi, ayrim o'ndosh tovushlarni, ayniqsa o'quvchilar qiyinchilik bilan yoki noto'g'ri talaffuz qiladigan so'zlarni qayta talaffuz qilish mashqi. To'rtinchisi, murakkab tovush birikmalarini talaffuz qilishni mashq qilish. Buning uchun tez aytishlardan foydalaniladi. 57-savol. Fikr almashish, aloqa aralashuv qanday vosita orqali amalga oshiriladi? Javob: fikr almashish, aloqa aralashuv gap vositasida
amalga oshiriladi. Shuning uchun ham gapni o'qishga, gap tuzishga, gap mazmunini aniqlashga, gapni to'g'ri yozishga oid amaliy bilimlar savod o'rgatish davridan boshlab shakllantiriladi.